Assalomu alaykum. Yaxshi guruh yaxshimisizlar, yaxshi tomonlilarmi? Ejevika bilakjam. Ertalabda mana ko'ringlar. Birinchi o'rinda manzara. Mana taydan chiqqanlar o'sha gullab meva tugishni boshladi. O'tkalgi shoxlarda mevasi pishyapti. Ertalabda bunaqa narsalarni ko'rish maza. Ehtimolni o'rningdan turib aylanib yursang, anaqa gullar chiroyli bo'lib ochilib tursa, tayda mevalari bilan bu tarafda mana mevasi. Ehtimolda kayfiyatlarini ko'tarib berib, mevani qaranglar kattalagan. Ehtimolda Xudoning bergani. Tagidan chiqqanlari mana yo'g'on bo'lib mana o'sib manchalik bu hozir 2,5 metrga chiqdi bo'yi. 2 metr oshiq. Bu yil mashinchalik daromad beryapti. Keyingi yilga bundan ko'proq daromad bo'ladi, xudo xolasa. Mana bu yog'i malina. Mana ular mapema sorti, keyingisi sapka mana maha sorti. Ertalabda malinalar terilyapti. Mevasini ko'ringlar. Ertalabda sizlarda ham xonadoninglarda mana shunaqa manzaralarni ko'rishlik nasib qilsin hammalarga. Tan joninglar sog' bo'lsin hammalarga.